ayollarni jinsiy organlariga, ya'ni reproduktiv tizimga foydali mashqlar beraman sizlarga bugun. Bu mashqlar tos bo'g'imini ishlatish orqali jinsiy organlarda qonni yaxshi aylantirib beradi. Alloh bizani komil yaratgan, qonni aylantirishni yo'lga qo'ysak, har xil kasalliklar ketadi. O'zi tiklab boshlaydi. Ayniqsa bu mashqlar follikullar yorilmasligida juda ham yaxshi foyda beradi. Kimda bu masala bo'lsa, kelinglar boshlaymiz mashqlarni. Birinchi mashq bu oyoqni birlashtirib o'tirish. Bu kapalak pozasida ahamiyat bermaymiz, tizzalarimiz tepada bo'lsa, ahamiyat bermaymiz. Sekin-sekin u ochilib tushadi. Ozgina uchamiz. Chuqur nafas olib. Umurtqamiz tekis, agar tashlab yuborayotgan bo'lsa, umurtqa oyoqni ilib olib, o'zimizni tortamiz. Yelkalar orqaga pastga. Ikkinchi mashqda oyog'imizni o'girib qo'yib qo'yamiz, sekin chuqurlashamiz. Bu yerda agar pastga yerga tega olmasa tos, unda tegimizga yostiqcha qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda tos chanog'ini ozgina o'zimizga buraymiz. Tos oldinga qaragan. Shu holatda sekin oldinga cho'zilib, qo'limizni taxlab yotib olamiz. Yoki qo'llarimizni to'g'rimizga cho'zib olsak bo'ladi. Keyingi mashq, o'ng oyoqni oldinga qo'yamiz. Shunaqa masofada qo'yamizki, o'zimizni oldinga tashlaganda bizning tizzamiz oldinga bunaqa chiqib ketish kerak emas. Shuning uchun shunaqa masofani tanlaymiz. Rastashkamizga qarab tashlaymiz. Bu yerda tizza tomon tepasida bo'lish kerak. Bu yerda ham tos chanog'ini burab turib, o'zimizga ozgina chuqurlashamiz. Taxminan 1 minut. Keyin sekin turib, oyoqni tashqariga ochamiz. Tashqariga ochamiz. Taxminan 45 gradus. Bu tomonga tashlaymiz o'zimizni. Bu yoqqa ham tashlab, sekin chuqurlashamiz. Keyingi mashq, oyog'imizni yana ham ochamiz. Tizza tomon oyoqni uchi bir tomonga qarab turadi. Endi bu tarafga tashlaymiz. Bu yerda ham shu masofani qidiramiz. Tizzamiz oldinga chiqib ketmasin. Sekin bu tomonga tashlaymiz. Yoqimli og'riq, yoqimli cho'zilish bo'lishi kerak. O'zimizni qiynamaymiz. Yogada o'zini qiynashi yo'q, o'zini eshitish bor. Hozir tanam nimani qila oladi degan maqsad bilan qilamiz. Bajaramiz. Bu berilgan mashqlar ko'p narsaga foyda. High siklini normaga keltirish uchun. Klimaks paytida juda ham foydali bo'ladi. Silliq o'tib ketasizlar klimaks davridan. Mani tajribamdan sizlarga aytaman, yoga bilan, mana shu tos bo'g'imlari bilan mashqlar orqali mioma, kista, polikistoz, follikulярный kistalar yoki eroziyalar, endometriozlar, opущение matkilar tuzalgan. O'shanga yoga qilinglar, albatta loqal shu mashqlarni qilinglar, bir oylardan keyin o'sha sezasizlar, qanchalik sizlar uchun bu foydali bo'ldi.